So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanishi bilan bir qatorda onlayn qimor o'yinlari, kiber firibgarlik va turli noqonuniy internet platformalari ham tobora keng tarqalmoqda. Bunday illatlar nafaqat fuqarolarning moddiy manfaatlariga jiddiy zarar yetkazyapti, balki oilalar farovonligi hamda ma'naviy muhit va mehnat unumdorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois yurtimizda ushbu xavf-xatarlarga qarshi kurashish, aholining, ayniqsa mehnat jamoalarining huquqiy va moliyaviy savodxonligini yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, kuni kecha Olmaliq metallurgiya kombinatida e'lon qilingan dolzarb 40 kunlik chora-tadbirlar rejasi doirasida Sanoat temir yo'l transporti boshqarmasida ishchi xodimlar bilan profilaktik uchrashuv tashkil etildi. Unda boshqaruv raisining ma'naviyat va davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi Kamola Umaraliyeva, Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining OKMKdagi ichki ishlar bo'limi vakillari, kombinat xodimlari kasaba uyushmasi kengashining maishiy va psixoanalitik masalalar bo'yicha mutaxassisi, tijorat banklari vakillari hamda boshqa mas'ullar ishtirok etishdi. Muloqot davomida asosiy e'tibor ishchi xodimlarning huquqiy va moliyaviy savodxonligini yuksaltirish, ularni onlayn qimor o'yinlari, firibgarlik va kiber jinoyatlar xavfidan ogoh etish, shuningdek, tijorat banklaridan ajratilgan kredit mablag'laridan oqilona va maqsadli foydalanish masalalariga qaratildi. Shu bilan birga mutasaddilar ish joyida vijdon erkinligi va diniy bag'rikenglik tamoyillariga qat'iy amal qilish, jamoada o'zaro hurmat, hamjihatlik va sog'lom ma'naviy muhitni yanada mustahkamlash muhim ekanligini ta'kidladilar. Uchrashuvda korxona mulkini ko'z qorachig'idek asrash, o'g'rilik hamda mulkka qarshi qaratilgan boshqa huquqbuzarliklarning oldini olish masalalariga ham alohida to'xtalib o'tildi. Qarangki, opa deydi, plastigimga deydi, pul tushsa deydi, telefonimni olib qarayman balansga, olib qarayman balansga. Har olib qaraganimda 500 dan, 1000 dan navbatdagi o'yinlarga tikaman deydi. Vaholanki oxiri deydi 300 ming pul qolsa deydi balansimda deydi. Men o'sha internetdan 300 mingga loyiq o'yinni qidiraman deydi. Bu nimani anglatadi? Insonni deviant xulqida buzilish hosil bo'lgan. Yig'ilganlarga har qanday qonunbuzarlik muqarrar ravishda javobgarlikka sabab bo'lishi haqida atroflicha tushuntirishlar berildi. Shuningdek, og'ir hayotiy vaziyatlarda ruhiy tushkunlikka berilmaslik, suitsid holatlarining oldini olish hamda ishchi xodimlarga o'z vaqtida psixologik yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish masalalari yuzasidan fikr almashinildi. Xuddi shunday targ'ibot tadbiri avtomobil transporti boshqarmasida ham tashkil etildi. Unda mutaxassislar bugungi kunda onlayn qimor o'yinlari va kiber firibgarliklarning eng ko'p uchrayotgan usullari, ularning og'ir huquqiy hamda ijtimoiy oqibatlari haqida batafsil ma'lumotlar berib, har bir xodim shaxsiy mablag'lari va bank kartalari xavfsizligini ta'minlashda hushyor bo'lishi, shubhali internet manbalari hamda noqonuniy platformalardan himoyalanishi zarurligini alohida ta'kidladilar. Tijorat banklari vakillari esa ishchi xodimlarning moliyaviy savodxonligini oshirish, kredit mablag'laridan samarali foydalanish hamda tez daromad va'da qiluvchi soxta onlayn platformalarga mablag' kiritishning jiddiy xavflari haqida batafsil tushunchalar berishdi. Shuningdek, bugungi kunda keng tarqalayotgan kiber firibgarlik usullari, plastik kartalardan mablag'larni noqonuniy yechib olish holatlarining oldini olish va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, bu kabi uchrashuvlarning muntazam ravishda o'tkazilishi fuqarolarning ogohligini oshirib, yot g'oyalar va kiber xavflarga qarshi mustahkam immunitetni shakllantirishi, eng muhimi, bu turdagi jinoyatlar sodir etilishining oldini olishga xizmat qilishi shubhasiz.